Nima uchun erkakni yonini olaverasiz Amir opa? Nima uchun faqat erkaklar haqida yaxshi gapirasiz-da, bizani mana bunaqa qilasiz deyishganda men aytamanki, chunki biz o'zimiz ko'p joyda vinovatmiz aslida. Nima qiladi? Yashayotgan hayotida prosta muammo qidirishni boshlaydi. Yo'q bo'ldi, sizniki ketdi u yog'i. Ketdi, sizniki ssenariy yaratishi kerak miya. Erkaklarga ayol tanishli bo'lish mumkin emasmi qizlar? O'zini hurmat qiladigan ayol bilib qo'ying, ikki dunyoda erining telefonini tikkilamaydi. Erkak sizning ichchangiz emas, uni bog'lab qo'yib, uni ketidan yugurib yoki borasan, bormaysan deb bog'lab o'tiradigan. Ba'zan biz qizlar, ayollar nima uchun erkakni yonini olaverasiz Amir opa? Nima uchun faqat erkaklar haqida yaxshi gapirasiz-da, bizani mana bunaqa qilasiz deyishganda men aytamanki, chunki biz o'zimiz ko'p joyda vinovatmiz aslida. Ko'p narsada yo'q joydan muammo qidiramiz. Emotsional xilqatimizda emotsionalmiz. Mana shu emotsiyalarimizni boshqara olmay qolamiz. O'sha bir oyda o'sha sikl bo'ladi-yu, mana nechta siklni yashab o'tamiz, fazalarimiz bor, o'zimizni ovulyatsiya payti bor, boshqasi bor, boshqa har holatda ayol ming xil gormonal o'zgarishlarga duch keladi-da organizm. Shu ming xil gormonal o'zgarishga duch kelganda emotsiyalari jo'shab turgan joyda boshqara olmay qoladi o'sha emotsiyasini. Nima qiladi? Yashayotgan hayotida prosta muammo qidirishni boshlaydi. Yashayotgan joyida eridan telefonini kovlashni boshlaydi. Kim bilan bordi, nima qildi, o'tirib olib, prosta qaysidir ayol bilan salomlashsa, mana ko'chada o'tiribsiz eringiz bilan, qaysidir ayolni ko'rdi, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tinchmisiz?" dedi. "Kim bu?" deysiz. Misol, bo'lgan shunaqa, "Kim bu?" dedingiz. "Ha, bir tanishim." Yo'q bo'ldi, sizniki ketdi u yog'i. Ketdi, sizniki ssenariy yaratishi kerak miya. Miya nima uchun sizga seriallar ko'rasiz, kinolar ko'rasiz, bo'ldi ssenariy. Tak, tanish, bu demak, chunki o'zim ham shunaqa bo'lganman-da. Demak bular bir-birini taniydi, bular uchrashgan, bular demak qayergadir borgan, birga bular restoranda o'tirgan. Restorandan keyin kvartiraga borgan, men bilaman. Yo'q, otelga olib borgan bo'lsa kerak. Ketdi. Qaysidir kuni uyga kech kelganda, o'sha kunimikin boshlanadi. Zachem? To'xtating. Tanishim bo'ldi, tanishi. Nima erkaklarga ayol tanishli bo'lish mumkin emasmi qizlar? Nima erkaklarga qaysidir ayolga salom alik qilish mumkin emasmi? Nima qilyapsizlar sizlar? O'sha gap erkak sizni ichchangiz emas, uni bog'lab qo'yib, uni ketidan yugurib yoki borasan, bormaysan deb bog'lab o'tiradigan. Unaqa emas. Salgina o'zingizga ishoning, salgina o'zingizga bo'lgan hurmatingizni joyiga qo'ying. Men o'zimni hurmat qilaman. O'zini hurmat qiladigan ayol bilib qo'ying, ikki dunyoda erining telefonini tikkilamaydi. O'zini hurmat qiladigan ayol ikki dunyoda eriga bo'lgan qanaqadir bitta ayol bilan salomlashsa yoki gaplashsa agar shubha gumonga bormaydi, chunki o'ziga ishonadi. Chunki o'zini hurmat qiladi. O'ziga bo'lgan munosabati to'g'ri. Faqatgina o'zi bilan munosabati noto'g'ri bo'lgan ayollargina, mana o'zim bilan munosabatim noto'g'ri, shuning uchun men o'ylaymanki, erim ham men bilan noto'g'ri munosabatda. Shuning uchun men o'ylayman, erim ham menga yolg'on gapiryapti, meni aldayapti degan fikr va gumonlar ichida yashaydi. Doim bitta narsani o'ylang. Men hozir qanaqa fikrlayapman? Mana shu fikr meni o'stiryaptimi yo meni buzyaptimi yo meni pastga tortyaptimi? Doim любой fikringiz, har qanaqa kallangizga keladigan fikrni shuni o'tiring, men hozir qaysi fikrda yashayapman, qaysi emotsiyada, qanaqa fikrda yashayapman, qanaqa emotsiyada yashayapman? Buzg'unchi energiyalarmi bular yoki o'stiruvchimi? Ana shu juda ham muhim qizlar, chunki ba'zan rashk, o'zimizni kimdir bilan solishtirish, qayerdadir ozgina nima deydi, nafrat, kimnidir yomon ko'rib yashashimiz yoki deylik o'sha kimdir bilan raqobatlashishimiz yoki mana har xil negativ emotsiyalar bo'ladi-yu, mana shu emotsiyalarda yashayapsizmi, rashk qilyapsiz yoki kimnidir nafratlanyapsizmi, srazu o'zingizga meta pozitsiya bo'lsin. Mana meta pozitsiya degani odam o'zini chetdan kuzatadi. Mana hozir shuni o'zingizga praktika qilib ko'ring. O'tiribsiz, hozir meni eshityapsiz. Men bilmayman qayerdasiz. Qanaqa formatda hozir meni eshitayotgan bo'lsangiz ham, qayerdasiz hozir? Shuni o'zingizni chetdan bitta kuzating. Bitta chetdan. Men bunaqa qaramang. O'zingiz menga qarayapsiz, lekin chetdan o'zingizga qarang. Mana chetdan telefonga qarab o'tirgan ayolni kuzating chetdan, o'zingizni. Mana shu meta pozitsiya va hozir siz qanaqa o'tiribsiz? Qanaqa pozada o'tiribsiz? Mana bunaqa yalpayib o'tiribsizmi? Yig'ib o'tiribsizmi o'zingizni? Jiddiy o'tiribsizmi? Emotsiyalaringiz qanaqa? Ko'ring o'zingizni chetdan. Chetdan o'zingiz ko'ring. Qayerda hozir zajimlaringiz bor? Mana tanada qayerda tanangizdagi zajimlar bor? Mamda eng ko'p zajim bo'ladigan joy jag' qismida bormi? Qo'lda bormi? Oyoqlaringizdami? Qatingizni hozir
qattiq ushlab turibsiz. Mana shuni hammasi metapozitsiya. Chetdan odam o'ziga nazar solib, o'zini his qilib chiqishi. Men hozir qanaqa formada o'tiribman, nimani his qilyapman, nimani hozir ko'ryapman, nimani eshityapman, nimani fikrlayapman deydi. Va mana shunaqa paytda men hozir qaysi energiyadaman, qanaqa mani o'stiruvchi energiyami, ya'ni mani rivojlantiradigan, menga kuch berayotgan, ilhom berayotgan, mani o'stirayotgan, zavqlantirayotgan, shukronaligimni ichimda ko'paytirayotgan, ichimdan minnatdorligimni oshirayotgan energiyada yashayapmanmi yoki buzg'unchi energiyada, ya'ni nafrat, solishtirish, nima falonchida bor menda yo'q, nimaga mani hayotim bunaqa, yoki o'zini o'zi yomon ko'rish, o'zidan nafratlanish, o'zini tanqid qilish yoki gumonsirash, erim hozir qayerda ekan, falonchi bilan hozir nimadir qilayotganmikan. Shunaqa paytda shunday metapozitsiya o'zingizni chetdan kuzatasizda, to'xta deysiz. Tanlov doim o'z qo'lingizda. Yoki siz hozir shu yerni o'zida fikringizni yaxshi narsaga o'zgartirasiz, ya'ni sizni o'stiradigan, rivojlantiradigan fikr asosida yashashni boshlaysiz, yoki o'zingizni buzg'unchi energiyaga beraverasiz. Va bilib qo'ying, fikr mana bu miyaga farqi yo'q. Miya siz unga qanday zadachani, qanaqa masalani berayotgan bo'lsangiz, o'sha masala asosida yashaydi. Va u farqlolmaydi, bu real hayotda bo'layaptimi yo bu faqat tasavvuringizdami. Chunki fikr ong shunaqaki, onga agar o'tirib olib, ssenariyni tuzib, negativ narsalarni o'ylab, men yomonman, men qo'limdan kelmaydi, men o'zimni falonman deb, men jinniman deb, men ahmoqman deb o'zini yomon ko'rib gapirib o'tiradigan odamga miya nima deydi? Demak biz shunaqamiz. Miya uchun bu fakt. Miya buni fakt deb tasavvur qiladi. Xuddi shunaqa, hozir turmush o'rtog'im kimdir bilan yuribdi, nimadir qilyapti, o'sha ayol bilanmikin, falonmi, pismadon bo'ldi. Miya uchun bu fakt. Miya buni real hayotda sodir bo'layaptimi yo tafakkurimdami demaydi, bu real deydi. Bo'ldi, mana shu sodir bo'layapti deydi. Va miyangizning vazifasi sizga har qanaqa fikringiz, har qanaqa tasavvuringiz, har qanaqa orzu, niyat, umidingiz hammasini reallashtirib berish. Butun koinot shu narsaga ishlab beradi. Ya'ni sizning fikrlaringizni amalga oshirish uchun. Shuning uchun ham niyat juda ham muhim. Qaysi niyatda yashayapsan, qaysi fikr asosida yashayapsan, nimani so'rab yashayapsan. Chunki hattoki ketsammikin, qolsammikin erim bilan degan narsada ham kechirasiz, bu yerda o'stiruvchi energiya yo'q. Ketsammikin nima degani bu? Men oilamni buzsammikin? Yo erim hozir menga xiyonat qilayotganmikin? Nima degani? Bo'ldi, xiyonat qilyapti degani. Miya shunaqa tasavvur qiladi, shunaqa tushunadi, shunaqa qabul qiladi. Shuning uchun ham bu niyat qizlar va shu narsani qancha ko'p izlayversangiz, shu narsani qancha xohlayversangiz, shu narsa hayotingizda sodir bo'ladi. Shuning uchun eridan doim shubhalanadigan ayollarni kakrastaki erlari normalniy zakonni yurib beradi. Chunki unga butun koinot, butun fikri ongi podдержкаga keladi. Sen shu narsani xohlayapsan-ku, mana ko'r, mana sen xohlayotgan narsang amalga oshsin deydi. Shuning uchun fikringizga ehtiyot bo'ling, diqqatli bo'ling. Men nimani o'ylayapman, men nimani fikrlayapman, men qanaqa fikrlar asosida yashayapman deng. Fikringizni chiroyli qiling, chiroyli fikr asosida yashang, chiroyli niyat asosida yashang qizlar.